Viloyatimiz nuroniylari mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligini munosib kutib olish hamda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan e'lon qilingan mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi hamda dolzarb 40 kunlik doirasida amalga oshirilayotgan ishlarda faol ishtirok etmoqda. Mavzuga oid lavhamiz Dehqonobod tumanidan tayyorlangan. Bugungi kunda Dehqonobod tumanida nuroniylar mahalla faollari barchani yurt obodligi va mahallalar farovonligi yo'lida birlashib, ushbu ezgu tashabbuslarda faol ishtirok etishga chorlamoqda. Ayni paytda ular mahallalar, ko'chalar va xonadonlarni obodonlashtirish, ahillik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash yo'lida o'zlarining boy hayotiy tajribasi va faol ishtiroki bilan munosib hissa qo'shishyapti. Prezidentimiz tomonidan mahallalarni obod qilish, aholi uchun munosib yashash sharoiti yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bugun deyarli har bir mahallada obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Jumladan tumandagi Bibi Qorasoch mahallasi va Dehqonobod shaharchasida obodonlashtirish va Saramjon sarishtalik ishlari uyushqoqlik bilan olib borilyapti. Ko'chalar, jamoat joylari, ariq va yo'l yoqalarini tozalash, to'plangan chiqindilarni chiqarish ishlari sifatli bajarilyapti. Eng muhimi, mahalla ahli bu jarayonni faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Muhtaram Prezidentimizning obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon tamoyili asosida hozirgi kunda biz Dehqonobod shaharcha fuqarolar yig'inida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Har bir nuroniylar ko'chalar berkitildi. Bundan tashqari ijtimoiy obyektlar berkitilgan. Mana shu borada xonadonlarni obod qilish bo'yicha ish olib borilmoqda. Yo'lakchalar qurilib, yo'l chetlari og'lanmoqda. Zamonaviy yo'llar qurilib, unga tungi yoritgichlar bilan yoritilgan. Mevali va manzarali daraxtlar ekildi, gullar ekildi, oqlandi, devorlari bo'yaldi. Bundan tashqari bizlarni hozirgi kunda muhtaram Prezidentimizning 141-qarori asosida Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'iniga Islom taraqqiyot banki tomonidan 1,7 $1,000,000 pul ajratildi. Bu pulga asosan barcha ko'chalarimizda 9 kilometrdan ziyod asfalt qilindi va davom etmoqda. Bundan tashqari 3,5 kilometrga yaqin piyodalar yo'lakchasi qilib, tungi yoritgichlar bilan yoritildi. Shundan tashqari mana shu mahallamizda elektrni tejash maqsadida sim yog'ochlar beton stolbalarga almashtirildi va xonadonlarga yopiq kabel orqali yetkazib berildi. Mahalla xalqning yuzi, yurtning ko'zgusi, obod mahallada yashash har bir insonning orzusi. Biroq tumandagi barcha mahallalarda ham bu ishlar yaxshi deb bo'lmaydi. Ayniqsa, og'ir hududlarga kiritilgan ba'zi mahallalarda manzara mutlaqo boshqacha. Chiqindilar oylab olib chiqilmagan, ayrim xonadonlar oldida tartibsizlik. Ba'zi xonadon egalari esa o'z hududi uchun mas'uliyatni his etmayapti. Befarqlik, suskashlik nafaqat hududlarning tashqi ko'rinishiga, balki aholi kayfiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holatni kimdir emas, avvalo shu yerda yashovchilar o'zgartirishi lozim emasmi? Ko'rish ko'rmaksiz bo'lmagandek, bu ayrim joylarda mana shu obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlariga e'tibor yo'q. Nuroniy sifatida bu tamoyilga, shu chaqiriqqa binoan hamma joylarda nuroniylar, yoshlar birgalikda o'zimiz yashayotgan joylarni obod qilishimiz kerak. Shu masala bo'yicha bizlar har bir xonadonlarga kirib, ularni qalbini uyg'otib, ularning yangidan obodonchilikka, ko'kalamzorlashtirishga e'tiborini qaratmoqdamiz. Biz Dehqonobodlik nuroniylar ayniqsa mana shu olib borayotgan siyosatga, prezidentimizga kamarbasta bo'lib, bir yoqdan bosh chiqarib, mana shu ishlarni amalga oshirishga bosh bo'lamiz. Yurtimizda nuroniylar har doim mahallaning ma'naviy ustuni bo'lib kelgan. Bugun ham ular aholi orasida tushuntirish va targ'ibot tashviqot ishlarini olib borib, har bir xonadon egasini obodlikka, pokizalikka va mas'uliyatga chaqirmoqda. Namuna bo'layotgan mahallalar tajribasi ommalashsa, suskashlikka yo'l qo'yayotgan hududlar ham albatta o'zgaradi. Chunki bu mahallalarda ham fidoyi insonlar, tajribali nuroniylar bor. Eng muhimi, o'zgarishga intilish bo'lsa, har qanday mahalla namunaga aylanishi shubhasiz. Zero mahallaning taqdiri unda yashovchi insonlarning qo'lida. Shunday ekan, obodlikni boshqalardan kutmaylik. Uni har birimiz o'z xonadonimiz ostonasidan boshlaylik.